Bu sayyoramizdagi eng katta daryolardan biri. U hali hanuz sinoatli jumboq bo'lib qolmoqda. Osiyoning qoq bag'ridan Tinch okeani tomon oqadi u. Ikki ulkan mamlakatni bir-biridan ajratib turadi. Ayni chog'da turfa makonlarni birlashtiruvchi suv yo'li hamdir. Yer yuzidagi eng katta yaylovlar, tiriklik uchun muttasil kurash qaynagan ulkan qadimiy o'rmonlar, vulqon otilishdan bunyod bo'lgan g'aroyib maskanlar, nam subtropik changalzorlar, poyonsiz kengliklar, cheksiz botqoqliklar. Bu daryo suvlari shimoliy dengizlarga borib quyiladi va Germaniya hududidan 4 barobar katta makon uzra yomg'ir bo'lib yog'adi. Shunchaki oddiy daryo emas bu. Turfa ko'llar, irmoqlar, botqoqliklarning ulkan tarmog'i bo'lib, ko'lami butun bir qit'aga teng. Amur, Osiyo Amazonkasi. Uzoq Sharq. Dengiz qayerdan boshlanadi-yu, daryo qayerda tugaydi aytish qiyin. Bu yerda Osiyo Amazonkasi Tinch okeaniga quyiladi. Osmon, daryo va ummon ishtirokidagi aslo tinim bilmas sokin raqs bu. Okean bulutlari daryoni harakatga keltiradi. Daryo ne'matlari esa ummonni hayot quvvatiga to'ldiradi. Amur daryosi Yapon va Axota dengizini birlashtiruvchi Tatar bo'g'oziga qarab oqadi. Butun dunyodagi eng baliqqa mo'l joy bu. Bu sohilda quyoshli kunlar kam bo'ladi. Lekin shunga qaramay ko'p jonzotlar bu yerga intiladi. Bu ekotizm va undagi hayvonot olamini davriylik, hayot maromi boshqarib turadi. Har 4 yilda minglab jonzotlar sohil bo'yiga yig'ilib, o'ziga xos bir hodisani intiqlik bilan kutadi. Tyurionlar juda sabrli. Hozir yuz berishi kerak bo'lgan voqeani aslo o'tkazib yubormaydi ular. Ayiqlar biroz asabiy. Yermoq bo'yidagi eng yaxshi joyini tanlashmaydi. Tyurionlar esa ko'rfaz bo'ylab kuzatuvchilik qilish bilan ovora. Aqlli oq chorloqlar esa ayiqlarga yaqin kelib oladi. Ammo hozircha hech gapdan darak yo'q. Keyin esa bamayli xotir ilk mehmonlar paydo bo'ladi. Daryoning mazkur quyilish joyi ulkan sayohat yo'lidagi qo'nalg'a vazifasini o'taydi. Birdan suv qaynab ketgandek bo'ladi go'yo. To'rt yil ichidagi eng ulkan ziyofatning boshlanishi bu. To'yib yeyaveradi. Endi baliqlar to'lqin bo'lib suzib keladi. 100 minglab bukri baliq.
Chuchuk suvga moslashish uchun baliqlar bu yerda bir necha kun qolib ketadi. Tinch okeani losos balig'ining 5 xil turi yilning boshqa paytlari keladi bu yerga. Ba'zilari Amur daryosigacha suzib boradi. Ammo ko'pi daryoning quyilish joyidagi tog' jilg'alarini ma'qul ko'radi. Amur daryosining quyilish joyidagi tevarak atrof xuddi Alyaskaga o'xshab ketadi. Hammaga yemish yetadi bu yerda, lekin hammani ham yaqinlatishmaydi. Ona qo'ng'ir ayiq bolalarini Asov daryodan imkon qadar nariroq tutishga harakat qiladi. Atrofda yirik erkak ayiqlar ko'p. Ular yaqinlashsa, ona ayiq xavotirga tushadi. Bu polvonlar Alyaska bo'z ayig'i grizlidan anchayin kichik esa-da, baribir ehtiyot bo'lgan ma'qul. Ammo ona ayiq bulardan ham jiddiyroq xavfni sezib qoldi. Agar bir zumgina beparvo bo'lsa, oqibati fojia bilan tugashi mumkin. Chunki bu yer Alyaska emas. Zero Rossiya hududidagi uzoq sharq Amur yo'lbarsining saltanati. Ayiq bolasini g'ajib tashlashi hech gap emas. Qoyali bu ko'rfaz suvdagi chorraha go'yo. Amur daryosidan shiddat bilan oqib keladigan chuchuk suv dengizning sho'r suviga qo'shiladi. Qutb va subtropik oqimlar xuddi mana shu yerda uchrashadi. Bu yerda hosil bo'ladigan tuman hamisha navigatorlarni cho'chitgan. Pag'a bulutlar esa qirg'oqni qoplab yashirib qo'yganday bo'ladi. Sharqdan esgan shamol bulutlarni minglab kilometr olisga olib ketadi. So'ng shimoli sharqiy Osiyo tog'lariga yomg'ir bo'lib yog'adi bu bulutlar. Qalin o'rmonlarni obi hayot bilan sug'oradi. Osmonda g'arbga qarab suzayotgan bulutlardan namlik sharqdagi ulkan Amur daryosidan ummonga quyiluvchi suv miqdori bilan deyarli bir xil. Kuniga 1 million Olimpiya hovuziga teng hajmdagi suv. Amur daryosining 1000 kilometri Tinch okeaniga parallel ravishda janub tomon qarab ketadi. Tog'lar bilan o'ralgan daryo bu yerda ayniqsa juda chuqur, 70 metrgacha yetadi. Boshqa yo'llar bo'lmagan yurtlarda daryolar tub aholi va ko'chib kelganlar uchun uzoq payt yagona transport yo'li hisoblangan. Amur daryosi odamlar uchungina transport yo'li emas. Keta balig'i daryo bo'ylab 1000 kilometrdan uzoqroqqa suzadi. Yetib boradigan manzili Sihati Alin degan joy. Ba'zi baliq turlari oqim bilan olishib, salkam Kaliforniya sohillaridan suzib kelgan. Bir irmoqdan ikkinchisiga o'tarkan, losos baliqlari daryoning asosiy o'zanini tark etadi va Sihoti Alinga yaqin qirg'oqlarga boradi. Tinch okeaniga qaraganda ancha beg'ubor tog' daryolari
Baliq urchishi uchun nihoyatda bob joy. Keta balig'i nasl qoldirish uchun o'zi tug'ilgan joyga qaytib keladi. Lasos baliqlarni kutayotganlar ko'p. Juftlashish muhim emas baliqqa. Chunki o'lim bilan barobar bu. Lasos balig'i urug' qo'yadi-yu, kuchsizlanib qoladi. Okean yaqinidagi uncha chuqur bo'lmagan bu shoshqin irmoqlar kislorodga boy. Baliq urug'iga ham, mayda baliqlarga ham aynan shu kerak. Urg'ochi baliqlar suv tubida o'ziga ma'qul joy topib, qum va toshlardan tozalaydi. Keyin minglab urug' qo'yadi. Baliqchalar urug'ni yorib chiqqanda, ota-onasi allaqachon o'lib ketgan bo'ladi. Mayda baliqlar Amur daryosi bo'ylab Tinch okeangacha suzib boradi. Oradan 4 yil o'tib, ular yana qaytib keladi. Tonnalab yog' va protein manbai bu. Minglab kilometr olisdan suzib kelgan baliqlar mahalliy jonzotlarning yemishiga aylanadi. Daryo 3 bolali ona ayiqni yemish bilan ta'minlaydi. Va nihoyat ona ayiq xotirjam oziqlansa bo'ladi. Ammo bolalari urush, janjal, to'polon bilan yemish talashadi. Yemish qancha ko'p bo'lsa, bular ham shunchalik tajovuzkor bo'lib boradi. Sixote Alin yaqinidan oqib o'tuvchi ko'plab daryolarning nomi ancha qadimiy. Chor, Bekin, Anuy. Shu yerda ming yillar avval yashagan insonlar lahjasining sadolari bular. Uzoq sharqning daraxtlarga burkangan bu tepaliklari yer yuzida sanoqligina qolgan asl bokira tabiat maskanlaridan biridir. Taajjub, ammo insonlarning shu atrofda yashashi bu go'shalarning asl tabiat maskani sifatida saqlanib qolishiga sabab bo'lmoqda. Qizil jarlik deb ataluvchi mahalliy qishloq Bekin daryosi bo'yida joylashgan u. Shundoqqina qalin o'rmonning chegarasida. Odamlar ming yillar davomida yashab kelishgan bu yerlarda. Ammo ularning tabiatga ta'siri juda ohista, yumshoq bo'lgan. Bular udegeylar, ovchi xalq. Ular hozir ham tabiat maskanlarini ko'r-ko'rona talon-taroj qilish, vayron etishga qarshi turishibdi. Temir va asfalt yo'llardan, shaharlardan yiroqda udegeylar juda tejamkorlik qilib hayot kechirishadi. Hech nimani isrof qilishmaydi. Hatto ishdan chiqqan mashinalarning o'ziga ham nimagadir asqotadi. To'ng'iz va ayiqlarning yo'lini to'suvchi zo'r himoya vositasi bu. Ko'pchilik yoshlar o'z kelajagini bu yer bilan bog'lay olmaydi. Ular yovvoyi tabiat bilan chegaradosh bo'lgan mashaqqatga to'la hayotni orzulardagi yengil hayotga, shahardagi hayotga jon-jon deb almashgan bo'lardilar.
O'zegaylar qishlog'i tugashi bilan kimsasiz tabiat maskani boshlanadi. Bekin daryosi bu yerda yagona yo'l hisoblanadi. Daryo bo'yidagi tumanga burkangan tog' o'rmonlari Ambaning makoni hisoblanadi. O'zegaylar Amur yo'lbarsini shunday atashadi. Qadim zamonlardan o'zegaylar Amba bilan bir joyda yonma-yon ov qilishgan. O'zaro hurmat hissi hamisha mavjud bo'lgan. Bu qadimiy tabiatning o'ta nozik jihatlarini anglab yetadigan munosabatdir va aslo ibtidoiy sodda munosabat emas bu. Bugungi kunga kelib ahvol o'zgarib bormoqda. Biroq o'rmon hamon o'zegaylarni boqyapti. Lasos kabi o'rmonni ham o'ziga xos 4 yillik hayot maromi bor. Bu yil Bekin bo'yidagi o'rmonlarda gullash yili. Gullash jarayoni Koreya qarag'aylarining uchidan boshlanadi. Bunday yilda o'rmondagi barcha jonzotlar mazza qilib kun kechiradi. Shu jumladan odamlar ham. Yaqin atrofda nimalar bo'layotganini Amba doim payqab turadi. Bo'la qol. O'zegaylar esa Amba shu atrofdaligini bilishadi. Ular bir-birini bezovta qilishmaydi. Koreya qarag'ayi meva berishi uchun 100 yil o'sishi kerak. Har yili daraxtlarda g'uddalar o'sib chiqadi. Ammo faqat 4 yilda bir martagina mo'l hosil yig'ish mumkin. G'uddadagi mazali yong'oq tufayli qarag'ay daraxti qimmatli hisoblanadi. Birgina daraxtdan 20 kilogramm yong'oq olish mumkin. Bu gektardan 1 tonna degani. Yo'lbarsning ovi baroridan kelishi jonivorlarning kam ko'pligiga bog'liq. Ularning miqdori esa bevosita qarag'ay hosiliga qarab ortadi. Qarag'ay mo'l hosil bergan yili to'ng'izlar soni keskin oshadi. Burunduq, bo'ri va shu kabi hayvonlar hamda yong'oqxo'r qushlar ham ko'paygandan ko'payadi. Ba'zi yirtqichlar hatto yemishini o'zgartiradi. Masalan, burunduqlarni ovlash o'rniga suvsar tinchgina yong'oqxo'rlik qiladi. Koreya qarag'aylari oilaviy daromadning bir qismini tashkil etadi. Jinshen ildizini hisobga olmaganda bu yerlarda sotsa bo'ladigan narsalar ko'p emas. Shu bois qo'lbola yong'oq tegirmonini pul bosib chiqaradigan mashina deb atasak ham bo'ladi. Ularning bir kunlik mehnati Amur bo'yidagi eng yaqin shahar bo'lmish Xabarovskda bir necha $100 keltiradi. Bu pul topishning oson yo'li bo'lib ko'rinsa-da, qo'l mehnati uchun anchagina vaqt talab etiladi. Qishga yong'oqdan ko'proq g'amlansa, yozda burunduqchalarning ko'payishi aniq. O'zegay ovchilar hech qachon yo'lbars ovlamaydi. Omadsizlik keltiradi bu deyishadi. Yig'im-terim tugagach, Amba bu hududni yana o'ziniki qilib oladi.
Qarag'ay yo'lbarsning o'ljasiga aylanadigan jonivorlarni, xoldor kiyiklarni, to'ng'izlarni, hatto ayiqlarni ham boqadi. Faqat birgina yirik hayvonni bu ro'yxatga qo'sha olmaymiz. Sixatsi-Alin Tinch okean bo'yidagi suv chorrag'asidan to'ppa-to'g'ri Ummonga borib taqaladi. Bu qoyalarga hech bir jonzot chiqa olmaydi. Garal deb atalmish kiyik echkidan bo'lak. Odatda tuyoqliklar chopqir bo'ladi. Yirtqichlardan shu jihati tufayli qochib qutulishi mumkin. Garal esa butunlay boshqacha. Ular har bir qadamini o'ylab bosib, sekin harakatlanadi. Nojo'ya qo'yilgan qadam uni jahannamga olib ketishi mumkin. Garal Himalaydagi shunga o'xshash tog'larda ham yashaydi, shuningdek, Osiyodagi tog'li hududlarda ham. Natijada ularning kichik guruhlari bir-biridan butunlay uzilib qolgan. Ana shu yakkalanib qolish hatto yo'lbarslardan ham xavflidir. Geologik ko'rsatkichlarga ko'ra, bu qoyalar hali yosh hisoblanadi. Yaqindagina mazkur qirg'oq bo'yi okean bag'ridagi vulqonli orol bo'lgan. Ammo okean tubi har million yilda qit'adan 10 kilometr g'arbga surilib bormoqda. Bu jarayon natijasida orollar qit'a chegarasidan uzoqlashadi. Shuning uchun ham qadimiy Amur daryosi shimol tomon burilib, yana ming kilometrga cho'zilib boradi. Sixatsi-Alinning tabiati g'oyat rang-barang. Qo'shni hududlarnikidan keskin farq qiladi. Bu yerda musson hukm surib, ham subtropik, ham subarktik daraxtlar uchun mos keladigan mikroiqlimni yaratadi. Oktyabr oyida ko'plab jonivorlar qishki uylariga ko'chib o'tadi. Daryolar hali muzlab ulgurmagan, biroq bunga ham oz qoldi. Shamol kuchaygach, sovuq havo oqimi qutbdan bu yerlarga yetib keladi va hayot go'yoki to'xtaganday bo'ladi. Shimol shamollari qorli bulutlarni olib kelganida, tog' cho'qqilari birinchilardan bo'lib qutb izg'iriniga duch keladi. Narkaklik hamon sovuqqa qarshilik ko'rsatmoqchi. Yana kelasi bahordagi hudud taqsimotini o'ylab, belgi qo'ymoqda. Bir metr qalinlikdagi qor, odatiy hol bu. Havo harorati 0 dan ancha past, hatto noyabr oyida ham 40 daraja sovuq bo'lishi mumkin. Sixatsi-Alinning qirg'oq bo'yi hududida qish u qadar ayozli emas. Qor kam, havo ham kamdan kam payt 25 daraja sovib ketadi.
Tinch okeani iliq harorat manbaidir. Janubdan kelayotgan iliq oqim Arktikadan qirg'oq bo'ylab esayotgan sovuq havoni kesib turadi. Xoldor kiyiklar qirg'oqqa ancha uzoqdan keladi. Bu yerning iliq havosi ularni o'ziga tortadi, lekin muhimi bu emas. To'lqin suv o'tlarini qirg'oqqa chiqarib tashlaydi. Shapaloqdek qo'ng'ir suv o'tlari. Ozuqa moddalariga boy okean suvlarida ular ulkan suv osti o'rmonini hosil qiladi. Suv o'tlari sho'r bo'lib, ularda mineral ko'p. Qishda xoldor kiyiklar uchun bunday yemishdan mazalisi topilmasa kerak. Kiyiklar ochiq maydonda o'ljiga aylanib qolishi mumkinligini biladi, biroq ularga mineral kerak. Shuning uchun ham tavakkal qilishdan boshqa chora yo'q. Xatarli yirtqich o'rmon chetida ovga shay turibdi. Mana bu yo'lbars kiyiklarning qaysi yo'l bilan o'rmonga qaytishini biladi. Chunki kiyiklar ortidan qirg'oqqacha kelgan. Ertami kechmi ular yana o'rmonga qaytishi kerakligini biladi. Tik qoyalar bo'ylab qirg'oqqa olib boradigan bir nechta so'qmoq yo'l bor. Mana bu o'rdaklar Arktikadan qishlash uchun bu yerga uchib keladi. Chunki u yerdagi daryolar oktyabr oyidayoq muz qotadi. Ular asosan dengizda suzib yuradi. Kuniga bir mahal chuchuk suv ichish niyatida Sihati Alin irmoqlari etagiga uchib keladi. Buni qarangki, daryoning tubi qalin muz bilan qoplangan. Okeanning iliq oqimi tufayli qirg'oq bo'yidagi daryolar oqishdan to'xtamaydi. Xuddi xoldor kiyiklar singari o'rdaklar ham qirg'oqda ehtiyotkor bo'lish kerak. Shu bois ular chuqurroq suvlarda suzishni ma'qul ko'radi. Kiyiklar esa quyuq chakalak orasidagina o'zini xavfsiz sezadi. O'sha yerda yashirinib kun bo'yi dam olsa bo'ladi. Biroq xavf-xatar ularni yo'lda kutmoqda. Qorda kiyiklarning yugurishi ancha qiyin. Shunga qaramay, qo'qqisdan hujum qilish uchun yo'lbars ularga yaqinroq borishi kerak. Birdan atrof jimib qoldi. Bu xavf-xatar tinchiganini bildiradi. Ma'lum muddatga albatta. Urg'ochi yo'lbars ko'p go'sht yemaydi. Uni o'rmonda ikkita bolasi kutmoqda. Bolalari deyarli katta bo'lib qolgan. Ammo haligacha ularni onasi boqadi. Qarg'a va zag'izg'on ko'pincha yo'lbarsning shu atrofda ekanini sezdirib qo'yadi. Yo'lbars bolalari buni bilib qo'yish kerak. Ikkinchi bolasi ham chiqdi. Ona yo'lbars nafaqat bolalarini boqadi. Yilning bunday qahraton payti boshqa ko'plab jonzotlarning tirikchiligi ham yo'lbarsning ovchilik mahoratiga bog'liq.
Suv burgut odatda baliq ovlaydi. Ammo bunday qahratonda o'laksa ham bo'laveradi bunga. Qarg'a-yu zag'izg'onlar bilan birga yemishini bo'lishadi. Yo'lbarsning o'ljasi bo'lmasa, bularning birontasi ham bahorga yetib bormaydi. Viqorli suv burgut uchun bunday o'laksaxo'rlik juda ayanchli manzara. Agar tanlash imkoni bo'lganida, bunaqa sheriklarning yaqiniga ham yo'lamasdi. Bir necha 100 kilometr uzunlikda Amur daryosi, uning irmoqlari yu botqoqliklari muz iskanjasida qolgan. Muz juda qattiq, qalinligi 1 metr. Uzoq sharqda magistral yo'llar qurilmasdan avval muzlagan Amur daryo bandargohlarini bir-biriga bog'lagan. Qolaversa, ikki ulkan mamlakat o'rtasidagi ishonchli ko'prik desa ham bo'ladi uni. Qish suv ustida yursa bo'ladigan mavsum. Mahalliy aholi hamisha shunday qilib kelgan. Qalin muz qatlamini yorash ancha mashaqqatli bo'lsa-da, eng asosiysi qayerni yorash kerakligini bilish. Keyin esa soatlab izg'irin sovuqda o'tirishni ayting. Amur daryosida insonlar ming yillar davomida shunday baliq ovlashgan. Qadimiy an'ana bu. Daryo maromi yu baliqlarning qanday harakatlanishini bilish baliqchiga omad keltiradi. Nanay xalqini hamisha daryo boqib kelgan. Baliqni yeyishgan, sotishgan, deyarli hamma narsani baliqdan tayyorlashgan. Hattoki baliq po'stidan kiyimlar u qo'lqoplarni ham. Amur daryosi avloddan avlodga rizq-ro'z manbai bo'lib kelgan. Bugun ham millionlab insonlarni boqmoqda u. Baliqchi uyga qaytishidan avval ovlagan baliqlari muzlab tosh qotadi. Agar yaxshi joyni topsa, kuniga 100 tacha cho'rtan ilinishi mumkin. Ovning bir qismi yangiligida yeyiladi. Qolganlarini esa Xabarovsk bozorlarida sotishadi. Daryo xalqi deb atalguvchi nanaylar ko'plab an'analardan voz kechishga majbur bo'lmoqda. Ularning soni kamaymoqda, tili ham yo'qolib bormoqda. Xalqning ertasi Amur daryosining kelajagi bilan bog'liq. Daryo ne'matlarini mutassil talon-taroj qilish nanaylarning hayot tarziga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Aprel oxirlarida ham kechalari juda sovuq bo'ladi. Uzoq sharqdagi hayotni yengil qiluvchi yagona narsa issiqqina uy. Ammo daryoda o'zgarish alomatlari sezila boshlaydi. Kuchli oqim muzdagi ilk yoriqlarni battar kengaytiradi.
Endi oq dumli suv burgut yana o'z viqorini namoyish etishi mumkin. Xira qarg'alar hali ham suv burgutning ortidan ergashib yuribdi, lekin endi yemish topib beruvchi mana shu suv burgut bo'ladi. Oqim kelar ekan, bu yerda muz erib, sina boshlaydi. Garchi juda ohista ko'rinsa ham, ammo o'ta katta kuch bilan urilmoqda. Keyin esa birdan muz qatlami ko'tarilib, bo'laklarga bo'lina boshlaydi. Uzunligi bir necha yuz, eni esa bir necha kilometr bo'lgan ulkan muz hududi harakatga keladi. Amur daryosi go'yoki ulkan konveyer tasmasiga aylanadi. Transsibir magistralida qatnayotgan barcha poyezdlar qatoridan ham uzunroq u. Bir hafta davomida harakatdagi muzning g'alati shovqini butun Amur daryosi bo'ylab bahor kelganidan darak beradi. Daryoning shimoliy irmoqlarida qish yana biroz cho'ziladi. Ammo mayning oxirlarida bu irmoqlar ham harakatga keladi. Uzoq davom etgan sukunat nihoyat buzildi. Uzoq Sharqning millionlab qurbaqalari yana millionlab qurbaqalarni dunyoga keltiradi. Uzoq Sharq o'rdagi ko'p ham shoshqaloq emas. Bunday paytlar qurbaqani osongina o'lja qilish mumkin. Moda o'rdak kelguncha yemishni bir amallab yutib olsa bo'lgani. Tungi sovuq qaytsa-da, qadimiy Mo'g'ul emallari kurtak chiqarishga shoshilmaydi. Quyosh nurlari o'rmon tuprog'ini qizdiradi. Amur Adonisi kabi yovvoyi gullar qurt qumursqalarni o'ziga torta boshlaydi. Tongi tuman daryo bo'yidagi o'rmonlar uzra suzib o'tadi va namlik bag'ishlaydi. Tez orada Arktikaga ketayotgan sayyoh jonzotlar uchun butun Amur daryosi o'z irmoqlari yu orollari, botqoqliklari bilan qo'nalg'aga aylanadi. Qushlar yozni sersuv maydonlarda o'tkazib ko'payadi. Bu yerlarni bejiz botqoq deyishmaydi. Amur atrofida yashovchi barcha hayvonlar va o'simliklar har yili bir necha suv toshqiniga duch keladi. Muz erigach esa birinchi toshqin boshlanadi. Toshqin suvlari ming kilometrga cho'zilgan qirg'oqlarga kelib uriladi. Yerni balchiqqa to'ldiradi.
Suv toshqini ortidan yana toshqin bo'lavergach, daryo qiyofasi ham o'zgaradi. Toshqin tinib, suv qaytgach, katta qum orollari paydo bo'ladi. Bu qumlarni suv Mo'g'uliston va Koreyadan, Sibirdan ham ancha uzoqdagi tog'lardan olib kelgan. Dengiz qaldirg'ochlari aynan shuni kutgan edi. Ularning ko'payishi uchun quyosh va qum nihoyatda zarur. Daryo o'rtasidagi orolga tuxum qo'yishdan maqsad to'ng'iz, tulki, yovvoyi itlardan nari bo'lish. Ammo suv balosidan hech qaysi jonzot bexavotir yasholmaydi. Polaponlar o'sishi, uchish va suzishni bir paytni o'zida o'rganish kerak, chunki vaqt ziq. Daryo suvi yana qachon ko'tarilishini hech kim bilmaydi. Suv ko'tarilishi esa muqarrar. Oqim kela boshlagach, qaysi tuxumni yosh, tajribasiz narmoda qushlar qo'ygani shundoq ayon bo'ladi. Mana bu polapon daryodan qochib chiqdi, ammo taqdirdan qochib bo'lmaydi. O'zi bilmagan holda har bir uyani o'rab turgan chegarani buzib, taqiqlangan hududga o'tib ketdi. Qushlar o'z hududida begona polaponni xushlashmaydi. Hech qanday istisno ham qilishmaydi. Vazifasini bajardi u. Yaxshi kelgan yillari har 5 polaponning 4tasi ulg'aya oladi. Begona qush qancha cho'qilamasin, ko'tarib tashlamasin, bu polaponning omadi bor ekan. Ammo ba'zi yillarda 5 ta polaponning hammasi ham nobud bo'lishi mumkin. Orollarni bog'lagan suv qo'ynida g'alati maxluqlar ovga chiqadi. Amur bakra balig'i o'z turi ichida eng yirigi, suv tubida yotgancha o'ljasini kutadi u. Katta bakra baliqning uzunligi 6 metrgacha yetishi, og'irligi 1 tonnagacha bo'lishi mumkin. Uvuldirig'i juda tanqiz va qimmat sanalgani uchun bakra baliqni butunlay qirilib ketguncha ovlayverishdi. Hozir jiddiy xavf ostida qolgan u va himoyaga olingan. Suv sathi past bo'lgan payt, quyilish joydan 1000 kilometr olisda Amur daryosi, irmoqlar, orollar, botqoqliklarning eni 50 kilometrgacha yetadigan g'alati labirintga aylanadi. 5000 kilometr davomida bironta ham to'g'on uning oqimini sekinlata olmaydi. Zero yer sharining eng so'nggi tabiiy suv yo'llaridan birining oqimiga hech qanday kuch g'ov bo'la olmaydi. Bu daryo ustida faqat 3 tagina ko'prik bor. Xabarovskdagi ko'prik o'tgan asrning oxirlarida qurilgan. 1916-yil qurilgan Transsibir magistralining o'rnini bosadi u. Transsibning qurilishi va Xabarovskdagi daryo portining ochilishi Rossiya uchun Amur daryosining qanchalik ahamiyatli ekanini
bildiradi. Yaxshilikkami, yomonlikkami? Albatta yaxshilikka. Sayyoramizdagi eng uzun temir yo'l 10,000 kilometr. Bu temir yo'l uzoq sharqni Yevropa bilan bog'ladi. Moskva bilan Vladivostok oralig'ida qatnovchi yo'lovchilar u yetkaziladigan yuk mana shu ko'prik ustidan o'tgan. Transit tufayli Amur daryosining janubiy qirg'og'idagi eski harbiy maskan chegara shahriga aylandi. General-gubernator Muravyov Rossiya imperiyasi bilan Xitoyning Tsin saltanati o'rtasidagi chegara haqidagi bitimni imzolaganda, Amur bo'yidagi yerlarda bunchalik zamonaviy hayot qaynashini tasavvur ham qilmagan bo'lsa kerak. Bugun Amur daryosi uzra birinchi ko'prik qurilganidan 100 yil o'tib, Xabarovsk 500 million aholi yashovchi zamonaviy shaharga aylandi. Chegaradagi shahar bu. Har jihatdan chegaradagi. Ikkita transchegaraviy daryo, Amur va Ussuri tutashgan yerda joylashgan u. Rossiya va Xitoy davlatlari o'rtasidagi chegarani belgilab turadi bu shahar. Xabarovsk shuningdek Amur daryosining o'rtasi va quyi qismini ajratib turadi. Daryoning quyi tomonida poyonsiz qadimiy o'rmonlar yastangan. Oqim bo'ylab yuqorida esa tekislik va botqoqliklar ko'rinadi. Shu yerdan boshlab 2000 kilometr davomida daryoning o'zi Xitoy bilan Rossiya o'rtasidagi tabiiy chegaraga aylanadi. Ehtimol daryoning sokin oqishi qadimiy afsonalardagi qanotli mavjudotni yodga solgandir. Amur daryosining xitoycha nomi shundan ilhomlanib qo'yilgandir. Heilundzian, qora ajdarho degani bu. Film Dunyo bo'ylab telekanalda o'zbek tiliga o'girildi.